Aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishga davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida ahamiyat qaratilmoqda. Muhtaram Prezidentimizning bu boradagi tegishli qarorlariga muvofiq mamlakatimiz bo'ylab oziq-ovqat mahsulotlari sifat haftaligi tadbirlari izchillik bilan o'tkazilyapti. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Har kuni savdo rastalarida, do'konlarda yoki onlayn xaridlarda qo'lga olinadigan har bir mahsulot bu shunchaki qadoqdagi tovar emas. U inson salomatligi, farovonligi va oilalar tinchligining bir bo'lagi. Ammo ba'zan bir qarashda oddiydek ko'ringan tanlov ortida katta xavf yashirin bo'lishi mumkin. Shuning uchun bugun eng dolzarb masalalardan biri iste'molchining hushyorligi va ongli qarori bo'lib qolmoqda. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi tomonidan tadbirlar tashkil etildi. Unda sog'liqni saqlash sohasi mutaxassislari, texnik jihatdan tartibga solish inspeksiyasi vakillari hamda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish hududiy boshqarmasi qo'mitasi xodimlari yoshlar bilan uchrashib, ularga mahsulot xavfsizligi va iste'mol madaniyati bo'yicha muhim tushunchalarni yetkazdilar. Noyabr oyining 2-haftasi butun dunyo oziq-ovqat xavfsizligi haftaligi doirasida raqobatni rivojlantirish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish Namangan viloyat hududiy boshqarmasi, sanitariya epidemiologik osoyishtalik jamoat salomatligi boshqarmasi hamda texnik jihatdan tartibga solish nazorat inspeksiyasi bilan hamkorlikda Namangan viloyatidagi oliy o'quv yurtlari talabalari, o'qituvchi ustozlariga oziq-ovqat mahsulotlarini xavfsizligi haftaligi doirasida tegishli tartibda tushuntirishlar olib borilyapti. Asosiy ko'zlangan maqsad fuqarolarimizni, iste'molchilarning oziq-ovqat mahsulot sotib olishda o'zining iste'molchilik bilimlarini namoyon qilishi va oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishda qanday holatlarga e'tibor berish kerak. Ya'ni oziq-ovqat mahsulotini ishlab chiqargan sanasi, yaroqlilik muddati, uning ishlab chiqaruvchisi va mahsulotlarni saqlash shartlari bo'lgan mahsulotlarni sotib olishlari lozimligi. Bunda asosan bu nafaqat o'zlarining sog'ligi, balki bizning hukumatimiz tomonidan olib borilayotgan siyosatlarga ham mosligi yuzasidan tegishli tartibda tushuntirishlar berildi. Shuningdek, raqobat boshqarmasi tomonidan oziq-ovqat mahsulotlari sifati yuzasidan o'tkazilgan nazorat tadbirlari, unda aniqlangan kamchiliklar, ularni bartaraf qilishlari, shu bilan bir qatorda iste'molchilarimiz tomonidan sifatsiz oziq-ovqat mahsulotlari sotib olinganlarda qaysi davlat tashkilotlariga murojaat qilishlari va qanday tartibda murojaat qilishliklari keng tushuntirishlar orqali ularga yetkazib borildi. Mutaxassislar ayrim sifati kafolatlanmagan mahsulotlar allergiya, zaharlanish kabi oqibatlarga hamda iste'molchilarning iqtisodiy va ma'naviy zarar ko'rishiga sabab bo'lishi mumkinligini ta'kidladilar. Shuningdek, iste'molchi huquqlari faqat oziq-ovqat mahsulotlari bilan cheklanmasligi ta'kidlab o'tildi. Xususan, kommunal xizmatlardan foydalanishda ham aholining huquqiy savodxon bo'lishi zarurligi qayd etildi. Elektr energiyasi, gaz yoki ichimlik suvi tariflarini bilmaslik natijasida ayrim hollarda ortiqcha to'lovlar yuzaga kelayotgani, bunday vaziyatlarning oldini olish uchun esa har bir fuqaro hushyorlik va huquqiy bilimga ega bo'lishi lozim. Universitetimizda seminar bo'lib o'tdi. Bunda biz oziq-ovqat bo'yicha ko'p narsalarni bilib oldik. Men ham do'konlarga juda ham ko'p chiqaman. Bugungi seminarda men o'zimga shuni xulosa qildimki, yaroqlilik muddatiga avvalambor, keyin sifatiga qarab olish kerak ekan. Shunga o'zim ham endi harakat qilib olaman. Hozirgi kunda biz nafaqat oziq-ovqat mahsulotlari, balki o'zimizning iste'molchilik huquqlaridan kamroq foydalanish orqali ko'pchiligimiz aldanib qolyapmiz. Suvi narxi qanchaligini yoki gazi narxi qanchaligini, elektr narxi qanchaligini bilishmaydi. Bo'lib o'tgan ochiq muloqot orqali ko'pchilik o'zlarining haq-huquqlarini bilib olishdi deb o'ylayman. O'z huquqini bilgan iste'molchi o'z manfaatini himoya qila oladi. Bu esa jamiyatda adolat va iste'mol madaniyatining yanada mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Zero ogohlik davr talabidir. Kichkinagina e'tiborsizlik katta falokatlarning sababchisi bo'lishi mumkin. Tadbir yoshlarning savodxonligini oshirish, ularni ongli tanlovga undash va huquqiy madaniyatni mustahkamlashga xizmat qilmoqda.